Yaponiyaga kelganimda yapon tilini umuman bilmasdim. Aynan kanjilar bu tilga qiziqishimni orttirgan. Bugun kanji yozadigan workshopga keldim, lekin oddiy kanji emas, Edo davridagi shrift bo'yicha yozamiz va bu edomoji deyiladi. Edomoji avvallari teatr afishalari, sumo arenalari va festival chiroqlarida ishlatilgan. Tokioning Sumida rayonida joylashgan Attoriya Sogekan nomli san'at ustaxonasida siz edomoji tushirilgan turli xil yapon suvenirlari xarid qilsangiz ham bo'ladi yoki sovg'aga yanada ma'no berish uchun o'zingiz tanlagan edomojini o'z qo'llaringiz bilan yozib bo'yasangiz ham bo'ladi. Bugun qog'ozli chiroqqa o'zim eng sevgan kanjini yozdim. Butun jarayon davomida miyam judayam mazza qilib dam oldi. Agar siz ham sayohat davomida shunchaki ko'rib emas, o'z qo'llaringiz bilan xotira yaratmoqchi bo'lsangiz, bu san'at ustaxonasi aynan siz uchun.